Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga Optum joyiga kelganmiz. Hammasini o'zi to'xtatib, liniyaga baqib turgan akamizni qo'rasiga kelganmiz. O'zimiz Chortoqdan. Xudo xolasa bular ma'lumotini to'liq beramiz. Mana qo'ying, ko'ring akalar. Bular ma'lumotini to'liq beramiz akalar. Videodan uzoqlashmang, like bosib tursani. Xudo xolasa bular quloqlarni, bo'ylarni, yoshlarni, adreslarini, hammasini to'liq ma'lumotini beramiz akalar. Xudo xolasa akalar, bugun 6-yanvar Namangan Chortoqdamiz, Mirsoqot akamiz qo'rasidamiz. Akalar, liniyali qo'chqor istab yurgan akalar juda ko'p edi. Shuning uchun kelib mana akamizdan iltimos qilib chiqazdik akalar. Ko'pchilikka kecha chiqazgan videolarimizda qo'li yetmay qoldi shuna qo'chqorlar. Kimga kerak bo'lsa bu akamlarga aloqaga chiqasizlar, oldinroq Qirg'iziston ochiqligida to'xtatib, o'zlari chiroyli vitamin, hamma vaksinalarni qilib o'zlari to'xtatib qo'ygan ekanlar. Sizlarga ilindi akalar. Xudo xolasa buni soni 70 ta yo 75 ta dedingiz a? 70 dona. Hammasi o'sha liniyasi bolalardan. Hammasini qanadan tishtirilgan, hammasini chiplari, dokumentlargacha bor. O'zlari prosta yaylovda aylantirib, baqib yurgan ekanlar. Mana chegara achilishiga yaqin xudo xolasa bo'shatib, boshqa barraga o'taman uka. Ular sotamiz deydilar, tushdik. Mana quloqlarga e'tibor bering akalar. Hammasini berdi. Bitta ham netosi yo'q. Hammasini mana bu garbonozlari ham boshqacha mana. Mana ekan. Akalar mana buni bo'ylariga keladigan bo'lsak, buni bo'ylari 85 plus minusga olaverasizlar. Inshaalloh men qo'zini qaraman. Bunaqasidan juda ham ko'p. Hozir bularni bir 5-10 tasini qulog'ini, bo'yini o'lchamiz akalar. Videodan uzoqlashmay turinglar. Birinchi qo'yimizni quloqlariga shuni qo'ying dedik. Quloq 20 plus, shirinasi ham bitta qo'ying. Shirinasi 10 plus ekan. Akalar mana quloq joylashlari, ko'zdan pastda, sivit, shinama chiqing. Mana ekan. Oldi kalsoqlari ham juda baquvvat. Endi dumma tomonini ham bitta ko'rsatding edi. Akalar mana ekan. 5-6 ta tas-tas ushlab, shunday quloqlarini o'lchab ko'rsatib qo'ying. Mashq qo'ying ham shularni mashq qo'ying. Uni yandagini ham ushlangan shuni. Ha, shu. Aka mana kallalarga e'tibor bering akalar. Bularni qulog'i xudo xolasa men javob beraman. Eng kami 19. Bu yerda 18, 17 lik qo'y yo'q akalar. Chunki o'zi shuni ichida yurgan odamni qo'yi bu. Har bitta kelgan partiyadan akalar 4 ta, 5 ta, 2 ta qilib to'xtatib qo'ygan ekanlar. Mana hammasini yosh oyligiga keladigan bo'lsak, menga aytishlaricha 6 oylikdan 8 oylik, past 9 oylikgacha bor ekan. Men yiqdi yo'q ekan. Mana afg'onlari ham bor ekan mana akalar. Afg'on so'raganlar mana. Eng qiziqarli yeri bularning narxida, narxi vashi qulay ekan akalar. Chunki oldin olib qo'ygan paytimdan oz-moz foyda qilsa bo'ladi. Chunki men yem-pem berib boqmaganman. Prosta yaylovda boqtirdim. Uncha ko'p rasxod qilmaganman dedilar. Ashinga uchun, ashinga akalar bularning ma'lumotini to'liqroq beramiz. Mana ekan aka, bu qo'yimizni ham qulog'i 20 plus ekan. Tas-tas ushlab tashani, bularni hammasini o'lchab ko'rsatamiz desak akalar kech kiradi. Xudo xolisi bekzod ushlagan tas-tas qo'lingga kirganlarni oralarda ham yuribman qo'llar. Mana akalar. Nima bularni hammasini dumbasi tish dumba ekan. Mana ekan. Shunga akalar shashlasizlar, xudo xolisa qo'lani, assortimenti hammasi puli yengillari ham bor ekan. Ichkari qo'ralarda, malaqdek qo'ralarda qora yemga boqaman deganlarga unaqa ham bor ekan. Prosta biz faqat seleksiyani qo'yib chiqazamiz akalar mana ekan. Seleksiya qilib bitta qo'yimga qo'shib yoraman, mana erta bahorda yaylovga chiqazaman degan akalar ozgina tarbiya talab qo'yilgan hammasi mana ekan. Bir boshdan qaysi birini ushlasa hammasi zo'r chiqib ketdi akalar mana quloq qalinligi, kalla, tumshuq, garbonoz hamma joyi zo'r. Mana shularning qulog'i ushlagan juda qalin teridan. Haqiqiy arashan biladigan mana oldimdan ham chiqib ketdi akalar mana. Qaysi qo'y ko'rsak hammasi shunaqa mana. Mana. Metr shart emas 20 lik aynan. Men kallaga e'tibor berib qo'ying akalar. Tuyoqlarga e'tibor bering mana stakan tuyoq. Mana. Oldi korpuslarni ham ko'rsataylik. Tishini ochib qo'ying tishini. Xudo xolisa akalar, bunaqa shans buyilgilikda bo'lmaydi sizlarga akalar. Xudo xolisa shashilingni. Bu akamiz barraga o'tib ketaman, joyim tor deb satyaptilar. Xudo xolisa kim olsa baraka topadigan qo'ylar. Mana qo'yib qarang kallasi. Mana akalar. Kallalar o'zgacha ekan hammasiniki. Birorta hunuk kalla ko'rmadik akalar. Xudo xolisa shashilingni. Bular liniyasini hammasini aytishdi-yu, bu 5 xil liniyadan ekan akalar. Buni ko'p ismda qolgani yo'q.
O'sha ko'pi lekin 80 ga taqalib keladigan qo'li. Bu yerda 3 4 ta quloq uzun ko'rsatdingmi, u buyruqlinadan dedingizmi? Buyruqlinadan bor ekan akalar. 80 lina ko'p 80 lina ekan. Qisqasi o'zlari telefon qilasizlar, nomerlarini qo'yamiz, aloqaga chiqsani, qaysi qo'y yoqtirsani screenshot qilib tashlasizlar, liniyasini, hamma ma'lumotini to'liq beradilar, xudo xolisa. Akalar, buni bo'ylari keladigan bo'lsak, bo'ylari 80 plus dedik-a? 85. 90 lik ham bor ekan akalar. Bu videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. TV'si ko'rib, osani xudo xolisa baraka topadigan qo'ylar ekan. Shundan o'zimiz ham akalar oldik. Chunki havas qildik qo'ylarni. Bizni qo'ramizdan bo'lsin deb 2 tushda berishdi bizga. Mana katta-da bular. Temir, turing temir. Mana oyog'ini ko'ring akalar. Mana kassani ko'ring. 90 plus. Maşallah. Mana. Bu o'yin hep kelgan shu qo'ying. Mana shu qo'y ham 90 plus ekan o'ylashimiz. Qo'za bular emas, mana shu 90 plus. 92 93 ekan. Tishini ochchi mana shuni. Mana akalar guruch. Maşallah. Mana. Akalar qisqasi shashilasizlar. Bitta olaman deganga ham, ikkita olaman deganga ham O'zbekiston bu dastlabki tekin. O'zimni kanalimga ham chiqaverasizlar. Agar dastlabki zo'rodan oladigan bo'lsangiz, o'zim ham chiqazib berayman. Xorazm, Buxoro, Samarqand qaydan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xudo xolisa bularni yangi tushdilar daladan. Sizlarga jo'natib etib, tarab-parab bir bo'g'moqlarni tozalab jo'natishadi, xudo xolisa. Mana qo'zilar. Bir rivojdan o'tib o'tganini ko'ringlar. Mana shu o'zi qo'lga yaradigan ham bo'lib, mana shu 90 plislar. Nimanaqa kichikroqlari ham bor. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, asli buni soni ko'p bo'lgan, 196 dedingiz-a? Men o'zimga yoqadigan o'sha haqiqiy liniyasi bolalarni ajratib qo'yishgan ekan, 2 yaqiy kraska qilib, ashlarni olib chiqdim. Bular narxi bir joyga oladigan akalarimizga haqiqiy foyda qiladi mana shu qo'ylar aka. Avgustgacha to'xtatib, boqsani eng kamini ham $1000 bermadi. $600 deydilar, talashib, tortishib sizlarga aka $550 dan bir joyga gaplashdim akalar. Xo'p, tanlab olishga lekin $1000 gacha bor ekan bu yerda qo'y. Bitta olaman desani $1000. $1000 ga qilib beraverasiz aka, 1200 dedingiz-ku, $1000 ga qilib berasizlar. Biz kanaldan chiqadigan bo'lsa $1000 ga xudo xolisa qilib beriladi. Bu yerda endi kichkidan chiqazib ber deganlarga akalar asli undan past qo'y yo'g'i $500 ga chiqazib berishadi. Mana hammasi razmirli qo'y. Endi mana qo'ylar bor. Mana shu qo'ylar libo odam quldi bo'lsa 2000-3000 ga bermaydi mana aka. Qo'ylar ko'ringlar. Akalar mana hammasini qulog'iga e'tibor bering. Mashina ham shularga mashq qo'ygan. Mana quloq joylashlarini ko'rsatib qo'yaylik mana aka. Quloq tashlashlari. Quloq 22 ekan mana shu qo'y. Mana. Xudo xolisa kimga qanaqasi kerak bo'lsa, mashalloh, mana qo'y. Mana qo'y kallasi. Akalar, xudo xolisa kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Go'sht yo'nalishida ham qo'ylarimiz bor deyishyapti. O mana yerda ham o'tda miyora qo'ylar bor. Qorani arashallari ham bor ekan mana ichkarida. Qora ishqozlariga. O bu TVdagi qo'ralarda ham bor ekan. Ixta go'sht yo'nalishida ham qo'yini bor a? Ixta ham bor ekan. Qanaqasidan so'rasani xudo xolisa ishini butkizib, kelishtirib qilib berishar ekan akalar. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi tekin. Mana ekan. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.